MOSFETdan ro'yxatdan o'tish, hisob to'ldirish, pul chiqarishni qisqacha va aniq tushuntirib o'taman. Demasa videoni boshladik. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda 4 xil usul bor ro'yxatdan o'tishda. Men sizlarga taklif qiladigan usul eng yaxshisi. Birlikda bo'lmaydi do'stlar. Email bo'lmaydi, ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaydi. Telefon orqali ro'yxatdan o'tishda maslahat beraman. Demak, telefon nomerida kiritishda adashmaslik kerak. To'g'ri o'zingiz telefon raqamingizni kiriting. Mana bu yerdan xohlasangiz boshqa davlat telefon nomeridan kiritsangiz ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu yerdan valyutani o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zi avtomatik so'mni turibdi. Mana birinchidagi so'm, dollar, yevro va boshqa valyutalar. Mana rubl ham bor ekan, mana rubl deb yozib qo'yibdi. Biz so'mni o'ynaymiz. Keyin bonus olish uchun mana bonusni va kazino uchun va sport uchun beradi. Sizlarga maslahatim, kazinoni tanlab qo'yasiz. Do'stlar, bonusni olish uchun bu yerga promo kod yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga katta harflar bilan BONUS 0026 va qo'llash degan yozuv bosamiz. Mana bo'ldi. Endi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bas bizlarda sirali akkaunt ochiladi. Mana ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ozgina kutamiz. Mana do'stlar, bildirishnoma keyinroq eslatdim. Mana do'stlar, sirali akkaunt ochildi bizlarda. Hisob to'ldirishga olib o'tdi. Mana bu yerdan do'stlar najatni bosamiz. Mana bu yerda X ni bosib, yana najatni bosamiz, mana chiqib ketadi. Yana X ni bosdik. Mana najatni bosib chiqdi. Endi nastroykani to'g'ri sozlaymiz. Keyin hisob to'ldirishga o'tsak bo'ladi. Mana bu 3 tani bosamiz. Bu yerdan mana telefon nomeringiz ustiga bossangiz mana profilga olib o'tdi. Endi bu yerdan mana bu chiqishni bosib yubormangiz do'stlar. Mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. O'shanga bir bosamiz. Va bu yerdan eng kerakli joylarni ism, familiya, mana bu yerdagi mana hujjat raqami deyapti mana. Va pasportingiz 14 ta raqami bor, o'shani kiritasiz. Agar yashil pasport bo'lsa sizda, mana burchak qismida mana raqamlar bor, o'shani ikkita son tashlaysizlardan 14 ta raqamni ko'chirib olasizlar. Keyin shu yerga kiritamiz. Men tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerga nick degan nom. Xohlagan nomni topib qo'ysangiz, masalan, Olmos deb masalan ikkita so'z qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin mana kiritib bo'lganlaringizdan keyin barchasini bu yerdan saqlash tugmasini bosasiz. Ma'lumotlar saqlanadi. Demak, saqlanib bo'ldi. Endi do'stlar, mabodo akkauntingizdan chiqishni bosib yuborgan bo'lsangiz, aynan qanday kiramiz desangizlar, kirishda parolni bilmaysizlar. Mana parolni unutdingizmi degan joy turibdi. O'shandan o'tasizdan telefon raqamingizni kiritasiz va kod yuborasiz. Yangi parolni kiritsangiz bo'ladi bemalol. Kim bilmasa agar. Endi mana bu yerda pul chiqarish bo'limi mavjud. Mana bu tungi rejim. O'zi tungi rejim turgan ekan.
Bu funksiya uncha muhim emas. Stavkalar tarixi bu yerga pul tiksangiz masalan futbolga shunday ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan tak aviator mana kazino o'yinlariga o'tsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan plyusni bosib hisob to'ldirishga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu bo'limda mana hisob to'ldirish bo'limi turibdi. Mana bosamiz hisob to'ldirishga. Xo'sh, bu yerda bir necha xil usullari bor. Mana kriptovalyuta orqali hisob to'ldirsangiz ham bo'ladi. Mana USDT, Bitcoin kimda kim tushunsa agar. Bizlar endi Humo orqali va Uzcard orqali to'ldirishni ko'ramiz. Mana bu bo'limda do'stlar Uzcard orqali hisob to'ldirsangiz bo'lar ekan. Xo'sh, Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Tak kirish qiyin ketdi. Videoni pauzaga qo'yib turib, ishlagandan keyin davom etamiz. Keling do'stlar, birinchi Humo orqali to'ldirib ko'ramiz. Mana Humo tezkor bosamiz. Xo'sh, bu yerda minimal 10 mingdan 666 million so'mgacha to'ldirsangiz bo'lar ekan. Summani kiritasiz bu joyga, mana 10 ming so'm. To'ldirishni bosamiz. Va to'ldirishni bosamiz yana. Ozgina kutamiz. Mana do'stlar, karta raqam, bu yerga amal qilish muddatini kiritasizlar. Masalan, 05 28. Karta raqam to'liq kiritsam keyin qizil yozuv yo'qlar. Bu yerga kartadagi ismingizni kiritib, to'lash degan yozuv bosamiz. Mana kiritib olaman o'zimnikini. Mana karta raqam, muddati va ismimni kiritdim va to'lash degan yozuv bosdim. Ozgina kutamiz va kartaga ulangan nomerimizga kod keladi. Pul yechib olish uchun. Mana bu yerda yozgan summamizni yechadi. Bu yerda masalan ozgina komissiyasi bor. 10.200 so'm pul yechadi. Boshqa telefonimda edi, nomerim o'shanga kod keldi va yuborishga bosamiz. Va ozgina kutamiz va hisobimizga pul tushdi. Bizlarga FreeSpin qo'shib berdi 30 ta. Mana bu yerda X ni bosib, mana bu yerda mana davom etishga bosamiz. Va bu yerdan balansni ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'm pul tushgan. Endi do'stlar, bu yerdan xohlagan o'yiningizga o'ynasangiz bo'ladi, o'yinga o'tsangiz bo'ladi. Hozir men aviatordan ozroq ko'taraman. Chiqarishni ham tushuntirib o'taman. Xo'sh, summani kiritamiz. Tak. Afsus, uchib ketib qoldi. Pul chiqarishga o'tamiz. Endi qisqacha tushuntirib o'taman. Mablag' pul chiqarish o'tamiz. Nima deyapti? To'lov buyurtma berish uchun profilingizni to'ldiring deyapti. Demak, men bu yerda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirganim yo'q edi. Endi to'ldirib chiqsam, pul chiqarishga beradi. Bo'limiga olib o'tadi. Pul chiqarish bo'limiga o'tganingizdan keyin Humo bo'limini tanlab, karta raqam, muddatini kiritasizlar. Hozir shuni ham qiling, profilimni to'ldirib chiqing. Gapirsam tushunmay qolishlari mumkin, o'shaning uchun. Mana shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirib chiqdim. Endi pul chiqarishga o'taman. Mana bu yerda Humo bo'limini tanlaymiz. Va do'stlar, bu yerda minimal 50 ming so'mdan 30 million so'mgacha chiqarsangiz bo'lar ekan. Hozir mablag'ni kartada balansda pul yo'q-ku, o'shaning uchun chiqarib ko'rsata olmayman. Bu yerga summani masalan kiritasiz.
va buyurtma berishda bosasiz. Aytganimdek karta raqam muddatini yozib chiqarishga bosasiz. Uzog'i yarim soatda kartangizga pul tushadi sirali. Men bu yerda istoriya bo'lim turibdi mana bu yerda soat burchakda o'shani. Shu yerdan ko'rib borishingiz mumkin chiqargan pullaringizni. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Telegram kanalimizning manzili video ostida va kommentariyada qoldirib, xohlasangiz Mo'sbet programmasini Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Bu Play Marketda yo'q programmasi.